Assalomu alaykum do'stlar. Mana ziyon qilib qolmaydigan bizneslardan Gazablok, Penablok ishlab chiqarish bizneslari. Bu yerda shu Gazablok, Penablok uskunalarini har xil assortimentlarda sotiladi. Penablokka oid umuman qanaqa qolip deysizmi, qanaqa uskunalar bo'lsa, hammasidan bor. Mana Penablokga обычный komplekti 3 ta обычный qolip bo'ladi. 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Har bitta qolip 6 talik, 3 tasida 18 ta chiqadi. Qolipga qo'yasiz 15 minutda olasiz. Qaytadan quyganingiz hisobiga ham kuniga 2 ta atrofida chiqarsa bo'ladi. Rastor tayyorlaydigan rastor bochka. Bu rastor bochka katta bo'lmaganiga sabab rastor o'ta tez qotuvchi. O'shaning uchun ham bunaqa kichkina bo'ladi. Endi katta qilib bo'lmaydi, rastor tez qotib qoladi. Bu pena generatorimiz. Bu gaz ballondan tayyorlangan 100 talik gaz ballondan tayyorlangan. Buni ko'rib ko'pchilik gaz unaqa narsa damlanadimi? Yo'q, unaqa emas. Buni ichida 99% suv, 1% pena va kompressor uni qisib beradi havo bilan. Boshqa ziyonli unaqa narsa yo'q. Kompressor havo damlab berish uchun pena generatorga, rastor aralashtirish uchun mikser, pulzatorlar yog'lasi, shlankasi. Bonusiga latog listi, kolonna listi, bir satil penasi bilan $700 joyida, $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib, 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Bu 60, 20, 30 standart razmer. Xohlasangiz 30 taraf bilan, xohlasangiz 20 taraf, kerak bo'lsa 60 taraf bilan ursangiz ham bo'ladi. Bu endi nargindan farqi faqat belida 2 qator usulini qilingan. Qolgan mana pena generator, qolgan hamma latog tumi bonuslar hammasi bor. Faqat usulini qilingani hisobiga bu komplektning narxi $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib, dastavkasi bilan olib borish, quyishlar o'rgatdik. Mahsulotlar qayerdan olinishi, qanoq tayyorlanishi, qancha foyda qolish hammasi qilingan. Mana trendda bo'layotgan Yevro komplektimiz juda savdosi ham hozirgi kunda yaxshi. Bunga talab ham ortgan, sababi g'ish burchaklari ham tekisroq chiqadi nargilarga nisbatan. Bu ham 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Bir xil razmer, faqat sal tekisroq qoliplar usulini qilingan. Masalan, ko'ryapsizlar, tikkasiga 7 qator, tagida ham 7 qator oshiq-moshiqlar qo'yilgan varianti bo'lgani uchun bu komplektimizda ham mana kompressori, mikseri, pena generatori, hamma narsasi bor. Nargilarda nimasi bo'lsa bir xil, faqat qolipida farq qilgani hisobiga buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab. Ko'ryapsizlar, hammasi Magnitogorskiy ishonchli uchli listdan qilingan. Bu yerda endi xuddi shu Yevro komplekt ichi turbaligi, teshiklik g'ish chiqadi. Ichiga bemalol rastor qo'yib, mahkamroq endi usulini qilaman degan variantida bu. Bu komplektimizning narxi $900 joyida, $950 vodiy bo'ylab, $1000 O'zbekiston bo'ylab. Bu komplektning narxi. Endi bu komplektning afzallik taraflari, mana listlarni olib qo'yib, tekis list qilib, tekis g'ish chiqarsangiz bo'ladi. Manaqa Lego list qilib, Lego chiqarsangiz bo'ladi. Har xil assortimentlardan g'ish chiqarsangiz bo'ladi. Bu yerda endi Lego komplektimiz. Lego komplektimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hamma bir-biriga svязка bo'ladigan varianti, xuddi Yevro komplekti, Lego varianti. Buni nargilardan farqi, latog kolonnalari Legolik bo'ladi. Qolgan hamma narsasi kompressor, mikser, pena generator hamma yo'g'i bir xil. Buni narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab. Endi zakazga o'zim ishlayman, meni sherigim yo'q desa, manaqa o'ntaradigan bochkalar qilib beriladi. Mana o'zi to'xtab tormozlari bor. Buni tepasiga chiqib bemalol aralashtirsa bo'ladi. Bunaqa variantlar ham bor. Xonalar bo'lish uchun pergirotkalar. Endi asosiy standart razmer 12, 30, 60 bo'ladi. Xohlasalar bu 10 talik bo'ladi. 12, 30, 60 bo'lsa. Endi 5 ta 12, 30, 60, 3 ta обычный desiz, bunaqa varianti xohlasa 10 lik, xohlasa 15 lik, aytilgan razmerni qilib beraveramiz. Xudo xolasa har xil assortimentlar deyarli qo'limizda ham bo'ladi. Endi bu yerda ne standart bo'ladigan bo'lsa, zakazga qilib berilaveradi. Endi bu yerda Gazablok uskunlarimizni tanishtiradigan bo'lsak, endi bu yerda ko'ryapsizlar, faqat assortimentga bunda kelib ko'rib ishga qilib qo'yilgan. Avtomat riskali varianti, umuman aytilgan variantidan Gazablokga qilib berilaveradi. Masalan, $1,500 dan boshlanadi deganda, ikkita qolipi. Bu ham zamaska qilinmaydigan yangi paketlanadi. Ko'pchilik bo'lsa, mana meni qolipim 3 ta, meni qolipim 4 ta deydi. O'zi qolip nimaligiga aql etmasdan qolip reklama qilishadi. Oqmaydigan varianti. Ashlarga ayting, meniki sizniki oqmaydimi? Javob berasam deng, o'chadi. Oqmaydigan variantda
qolipdan 2 dona Prasto reskasi, xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik kessangiz bo'ladi. Manaqa arralari bilan. Manaqa mishalka. Mishalkani ham meniki 1 kuba deydi. Qanaqasiga 12 ta gazoblok 1 kuba bo'ladi. 12 ta gazoblok yarim kuba ham bo'lmaydi, 0.4 kuba bo'ladi. 28 tasi 1 kuba, 27 ga to'g'ri keladi. 60, 20, 30 bo'lsa ham, endi bundan 12 ta gazoblok chiqaradi. Bu yarim kubadan ozroq. Mana yangi motorlar qilingan. Hozir yasayotganlar hammasiniki ham xuddi shu bilan bir xil razmeri. Va manaqa suv yo'nkisi. Pasta 110 pasta 1 tonnalik, tepada 110 litrlik. Tepada masalan 200 litrlik emas, 150 litr emas, 110 litrlik. Sababi bitta rastvorga 110 litr suv ketadi. O'lchanadi. Bu uровень. Oddiy bochka qilib qo'yilmagan. Bu uровень uchun qilingan. Tentlari, datchiklari, umuman hamma narsalarni qilib qo'yilgan. Kranni ochasiz, to'ladi обратныйda 110 litr. To'xtaganda sразу qo'yasiz, bitta o'lchab o'tirmaysiz. Ishingizni yengillashtirish uchun. Endi qoliplar soni ko'payishi, qoliplar relsda yuradigan bo'lishi, manaqa avtomat reskada bo'linadigan bo'lishi, keyin mana mishalkaga suv o'zi отдельно tushadigan knopkada, sementi o'zi o'lchab tushadigan tarozilik varianti desam, unaqa variantlarni ham umuman qilib berilaveradi. Masalan, sementi o'zi katta kelib to'kib ketadigan qilib, unaqa lentishni, masalan, qumlarni ham lentada o'zi yuradigan qilib berilaveradi. Unaqa variantdagilarni ham umuman zakazga aytilgan turni. Gazoblokka menga shunaqasi kerak deng, aytilganini qilib beramiz. Endi hozir gazoblokka trendda bo'layotgan variantda minnisi. Bu mini deb turib kerak bo'lsa kattadan ham ko'proq ish qilsa bo'ladi. Sababi qolip sonini ko'paytirib. Endi biz buni mana shu minini bir komplekt qilib qo'yganmiz. Hozir mana motori qatmaganiga e'tibor bermaysizlar. Buni motori o'zi motori bo'ladi. Mini mishalkasi 12 ta nar kattasi tayyorlansa, bunda 6 taga tayyorlanadi. Endi bunga aslida ko'proq ham sig'adi, lekin 6 taga mo'ljallangan. Sababi bitta qolipga bitta rastvor tayyorlasa bo'ladi. Hech qachon u 1000 katta bo'lsa ham bitta rastvorni ikkita qolipga quyib bo'lmaydi. Gazoblok juda, masalan, rastvor me'yorda qilish iloji yo'q. Shuning uchun ham bitta mishalka 6 talik gazoblok tayyorlanadi. Manaqa qolipdan 3 dona, har bittasi 6 tadan bo'lsa, 3 tasida 18 ta chiqadi. Bu qoliplarga penablok, gazoblok, polistiroblok aytilganini quysa bo'ladi. Endi mana suv bochkasi. Pastda 200 litrlik, tepada 55 litrlik shabloni bilan suv motori, tenti, hamma yo'q bilan bo'ladi. Bu yerda suv datchigi ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, keyin mana tom suvoq pena generator, pena qilib berish uchun pena generatori. Bu pena blokka ishlaydi asosan. Gazoblokga ishlamaydi. Rastvor tayyorlash uchun rastvor bochka, mikser, pulsatorlari, kompressor, mana hamma varianti $1,500 shuning narxi. Dastavkalar shu adresga qarab. Endi buni afzalligi gazoblokga masalan kesiladi. Masalan, avtomat reska masalan $2,000-$2,500 kerak bo'lsa olib qo'lda kesib chiqiladi. Unaqa shu ham knopkada bosiladi, kesiladi. Bunda ichidagi listlarni olib qo'yilgan holatda rastvor quyasiz, keyin shuni list qilsangiz tayyor kesilgan variantda chiqadi. Shuning uchun ham bu hozir ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Endi yana manaqa gazoblok отходi ko'p joy, u vagon kamaz bo'lib ketadi. Shu отходini nima qilaman deganlar uchun shuni prisniy 10, 25 razmerda xuddi pishgan g'ishtdan yengilroq kerak bo'lsa variantda chiqadi. Ham qattiq, ham yengil variantda. Shu отходini o'zini ishlasangiz bo'ladi. U odam ishchilari xarajatini ham qoplaveradi. Mana shunaqa mini bitta stanokga olib qo'yasiz, bo'ldi. Bu uskunalarimizdan bor, xudo xolasa. Kimga shunga penablok, gazoblokga oid qanaqa savol-javoblar bo'lsa, mana shunga oid uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.